Hey yo, hammaga salom. Siz Rizif kanaldasiz. Bugun biz 2020-yilgi Underwater, ya'ni suv ostida nomli jangovar dahshatli ilmiy fantastika filmini qisqacha aytib beramiz. Yaxshilab o'rnashib oling. Tayyor bo'lsangiz biz boshladik. Tadqiq qilish va burg'ulash uchun Tian Industries tomonidan boshqariladigan Kepler 822 da boshlanadi. Mexanik muhandis Nora Price ertalab tishlarini yuvmoqda. Chiroqlar miltillay boshlaydi va shiftdan suv oqadi. U buni tekshirish uchun yuvinish xonasini tark etadi va to'satdan to'lqin devorlarga urilib, devorlarni buza boshlaydi. Bu bosim buzilishini ko'rsatmoqda. U koridor bo'ylab yuguradi va yo'lda odamlarni tepaga chiqinglar deb ogohlantirishga harakat qiladi, lekin faqat Rodrigo Nagenda unga qo'shiladi. Ular stansiyaning qolgan qismi ham vayron bo'lmasligi uchun eshiklarni yopishga urinishadi. Lekin kompyuter buzilgan. Shuning uchun Nora uni ochib, chidab bo'lmas bosim ostida va juda tezlik bilan ishga tushirishi kerak. Yaxshiyamki u ishga tushadi, lekin u yopishdan oldin kutishga qaror qiladi. Chunki koridorda yana ikkita ekipaj a'zosi kelayotgan edi. Biroq buzilish sodir bo'lgunga qadar ularga qarashning iloji yo'q. Shuning uchun u vayronagarchilik tarqalishini to'xtatish uchun eshiklarni yopadi va bu ikkovlon ichkariga kira olmaydi. Ular ishlayotgan kompyuter portlab, Nora va Rodrigo bir necha lahzaga hushlarini yo'qotib qo'yadilar. Ular uyg'onganlarida favqulodda ovoz stansiya 70% buzilganligini ko'rsatmoqda. Rodrigo buni zilzila deb o'ylaydi, garchi tashqaridan sirli shovqinlar kelsa ham. Nora yordam so'rab qo'ng'iroq qilishga urinib ko'radi va u Rodrigoni olib ketadi va ular qochish yo'laklarini izlaydilar. KPU xonasida ular qayerdan chiqishni o'ylashmoqda. So'ng ular buzilgan koridordan o'tishga qaror qilishadi, chunki bu chiqishning yagona yo'li. Ular vayronalar orasidan iloji boricha ehtiyotkorlik bilan harakatlanayotganda yordam so'ragan ovozni eshitadilar va Paul Abelni toshlar uyumi ostida topadilar. U ham ularga qo'shiladi. Ular juda tor bo'shliqdan o'tishadi va hatto boshqa ekipaj a'zolarini jasadlarini ham ko'radilar. Nihoyat Pod ko'rfaziga yetib borgunga qadar kapitan Lucien u yerda qoladi. Boshqalar esa evakuatsiya guruhiga ketishadi. Nora eshikni ochish uchun kompyuterdan foydalanayotganda Lucien Paul va Rodrigoni tekshirib suv osti kemalariga yuboradi. Xona ochilgandan so'ng Lucien Norani ichkariga olib kiradi va uning jarohatlari bor yoki yo'qligini tekshiradi va yigitlar ularga suv osti kemalarini ishlatish mumkin emasligini aytib, uni nazorat xonasiga yuboradi. Nazorat xonasida Nora biolog Emily Xvarsham va muhandis Liam Smithni bilan tanishadi. Qolgan 3 ta erkak ham u yerga kelganda Emily ularni stansiyada to'plangan energiya ketadigan joy yo'qligi va hozir har daqiqada stansiya parchalanishi mumkinligi haqida ogohlantiradi. Ular tashqari bilan aloqa qilish imkoni yo'qligi sababli Lucien ularga boshqa obyektga Roebak 641 ga ko'chib o'tishni taklif qiladi. Bu ularga bosimli kostyumlar kiyishni va tashqarida ularni nima kutayotganini bilmasdan 2 mil yurishni aytadi. Ammo ekipaj fikri ularga yoqmaydi. Liam burg'ulash joyidan uzatilgan so'nggi videoni qo'yadi. Nora ilgari bu hodisani eshitgan va bu mavjudotlar xuddi shu sirli shovqin bilan hujum qilganga o'xshaydi. Savdoda eng katta skidkalar boshlanganini e'lon qilaman. Bizdagi hamma original tovarlarga sertifikat garantiyalari bilan birga yetkazib berilyapti. Butun Rossiya, O'zbekiston va Qirg'izistonda eng arzon narxni taklif qilamiz bugundan boshlab. Agar 10 tadan ko'p oladigan bo'lsangiz esa optim narxda xarid qilishingiz mumkin. Yoz oylarida avj oladigan oq dog' kasalliklariga davo bo'ladigan effekti juda ham kuchli mahsulotlarimiz bor. Arzon narxda psoriaz kasalligiga ham davosi juda ham yaxshi effekt beradigan dorilarimiz, mazlarimiz bor. Teri kasalliklarda qanaqa muammo bo'lsa hammasiga davo topishingiz mumkin. Butun O'zbekiston, Rossiya va Qirg'izistonda bunaqa narx topa olmaysiz. Effektiga garantiyasi bilan beramiz va optim narxni ham taklif qilyapmiz. Tashqaridagi harorat ham 10 darajaga ko'tarildi. Bu mintaqaga to'g'ri kelmaydi, chunki suv sovuq edi. Boshqa chorasi yo'qligini ko'rib, ular Rebakka borish rejasini ma'qullashadi. Ekipaj kiyimlarini kiyadi. Emily asabiy, chunki u hech qachon suvga sho'ng'imagan va hech kim quvurni tuzatish uchun bir necha daqiqadan ko'proq vaqt davomida suv tagiga qolmagan. Rodrigo ikkita dubulg'ani Noraga topshirishdan oldin tekshiradi. Yozuvda eshitilgan shovqinlar tufayli Liam ketishdan oldin qurol olishga qaror qiladi va Paul bu fikrini ma'qullaydi.
Hamma tayyor bo'lgandan so'ng ular liftga chiqishadi va Liam ularga tashqi lyuk parcha-parcha qilib tashlanganligi haqida ogohlantiradi. Shuning uchun hamma mahkam ushlab turishi kerak, chunki bosim ularga qattiq ta'sir qiladi. Rodrigoning dubulg'asida yoriqlar paydo bo'la boshlaydi va Nora buni payqab qoladi. Shuning uchun u Liamga eshikni ochmasligini aytishga harakat qiladi, lekin juda kech. Suv ularga tegib, Rodrigoning dubulg'asi yoriladi va u halok bo'ladi. Xafa bo'lishga vaqt yo'q, chunki ular borishlari kerak. Shuning uchun ular liftga tushadi. Nora o'zini aybdor his qiladi, chunki u Rodrigo dubulg'asi singanini bilgani va unga ataylab oxirgi yaxshi dubulg'anini berganini bildi. Lekin Lucien unga ko'nikishni aytadi. Lift ularni pastga tushirganda, ular podkastlardan biridan favqulodda signal olishadi. Boshqa omon qolganlarni qutqarishlari mumkin deb o'ylaydilar. Lucien Paul va Liamni tekshirish uchun yuboradi. Paul ketishidan oldin Emilga quyonini beradi. Tashqarida qorong'i va platformalar beqaror, lekin yigitlar Noraning ko'rsatmalariga rioya qilishda davom etishadi. Oldingi g'alati shovqinlar bu yerda ham eshitiladi va ular podning portlab ketganini va suv o'tlariga o'xshash qandaydir g'alati organizm bilan qoplaganini ko'rishadi. Ular jasadni ham topadilar. Shuning uchun qutqaradigan hech kim yo'qligi sababli Lucien ularga qaytib kelishlarini buyuradi. Lekin Paul quloq solmaydi va tananing orqa tomonidagi g'alati shaklni ko'rayotganda, u to'satdan harakatlana boshlaydi va unga hujum qiladi. Liam mavjudotni otadi va bir necha daqiqadan so'ng uni ichkariga olib kirishadi. Emil uni tekshiradi, uning tirnoqlari va og'zini topadi, lekin u hech qanday ko'z topa olmaydi. Oldin kelgan tovushlar yana tashqaridan eshitila boshlaydi va Paul ulardagi jonzot mayda ekanligini tushunib eshikni mahkam yopadi. Nora liftni o'chirishga muvaffaq bo'ladi. To'satdan Kepler portlashidan oldin derazada katta yoshli jonzot paydo bo'ladi. Lift nazoratsiz qulay boshlaydi va ekipaj dengiz tubiga tushishidan oldin dubulg'alarni kiyishga shoshilishadi. Ular zo'rg'a ulgurishadi. Tashqariga chiqqandan so'ng ular tez harakat qilishlari kerak, chunki portlashning qoldiqlari ularning atrofiga tushmoqda. Qoldiqlarni biri Liamni uradi, lekin Lucien va Nora uni qutqarib, oraliq stansiyaga yetib borishga yordam berishadi. U yerda uning kislorod tozalagichi shikastlanganini aniqlashadi. Nora mashinani yurg'izish uchun boshqaruv panelini ochishga majbur bo'ladi. Ular kirish tunnelidan o'tishadi va ular tashqaridan ularni kuzatib borayotgan mavjudotlarni eshitishadi. Afsuski, tunnel suv ostida qolganligi uchun ular mashinani yarim yo'lda to'xtatishga majbur bo'ladilar. Shuning uchun ular piyoda davom etishadi. Sal keyinroq ko'proq vayronalar ularni yo'lini to'sib qo'yganini ko'rishadi. U eng kichigi bo'lganligi uchun Nora yangi chiqish yo'lini topish uchun suvga sho'ng'ishga qaror qiladi. Vayronalar ostida tor bo'lgan o'tish joyi bor, lekin baribir ularning hammasi o'tib keta oladigan darajada katta. Lucien ekipajning har bir a'zosini jo'natishdan oldin sim bilan bog'laydi. Ularning hammasi hech qanday muammosiz o'tishadi. Poldan tashqari, uning orqasida nimadir kelayotganini eshitadi. U o'tmagani bois ekipaj uni sim bilan tortishga harakat qilishadi. Ular uni tortib olishga muvaffaq bo'lishadi, lekin u dubulg'asini yechishi bilanoq sim boshqa tomondan tortila boshlaydi. Paulus Paul dubulg'asini kiyishdan oldin ularga quyonni beradi va ekipaj uni ushlab turish uchun bor kuchini sarflaydi, lekin juda kech. Bir jonzot uni darhol tortib oladi va o'ldiradi. Ekipaj jonzotlarni ham qo'lga kiritishdan oldin qochib ketadilar va aloqa xonasiga yetib boradilar. U yerda Lucien yordam so'rashga harakat qiladi. Liam matkapni derazadan ko'radi va uning og'irligi 6000 tonna bo'lishiga qaramay, u qanday qilib vayron bo'lganligiga hayron bo'ladi. Emil okean tubini juda chuqur qaziganliklari uchun ularning aybi deb javob beradi. U yerda hech kim bo'lmasligi kerak degan xulosaga kelishadi. Lucien deraza yorilib ketayotganini payqaydi va ular u yerdan tezroq chiqib ketishlari kerak. Lekin ular Limdan xavotirda, chunki uning kostyumi bunga dosh bera olmaydi. U ularga usiz borishlarini aytadi, chunki u baribir o'ladi. Lekin boshqalar uni qoldirishni rad etishadi va uni yurishga yordam berishadi. Ular okean tubini kesib o'tish uchun chiqishadi va ko'p vaqt o'tmay ularning atrofida mavjudotlar paydo bo'ladi. Ular kostyum chiroqlarini o'chirishadi, lekin bu unchalik yordam bermaydi. Maxluq yana paydo bo'ladi va Liamni tutib oladi va uni g'orga olib boradi.
Kiraverishda ular uning oyog'ini ko'rishadi va uni tirik topishadi. Liam uni qizlar bilan qoldirgandan so'ng Lucian qurolni olish uchun g'orga qaytib ketadi, lekin maxluq uni topib ichkariga tortadi va u Norani ham sudrab boradi. Ular simlar orqali bog'langan. Nora suzuvchi platformaga tushadi va Lucian uning chetiga osilib qoladi. U unga yordam bermoqchi bo'ladi, lekin maxluq paydo bo'ladi va dubulg'asini tishlaydi. Lucian Jon zotni tarib yuborish uchun uning ustiga sakraydi. Shuning uchun u suvga chuqurroq tushayotganda ularni o'zi bilan sudrab boradi. Tez orada bosim ularni ikkalasini ham o'ldirishi mumkin. Shuning uchun Lucian o'zini qurbon qiladi va ilgagini yechadi. Nora portlashdan oldin suzib ketadi. Nora bir necha soniya hushini yo'qotadi va uyg'onganida kostyumini ishdan chiqqanini payqaydi. Ahtapotdan qo'rqib ketganidan so'ng u qochib ketadi va tashlandiq Shepard stansiyasiga kiradigan eshikni topadi. Kapitanini yo'qotgani uchun yig'lab, quruq kiyimini almashtirgandan so'ng u joyini tekshiradi. Emiliga xabar yuborishga urinib ko'rmadi, lekin u Lucianning eski shkafidan burg'ulash joyining xaritasini topadi. Omon qolishga qaror qilib, u atrofdan topib olgan boshqa kostyumni kiyadi va ular oldindan rejalashtirganidek Royabukka yetib borish uchun yana okean tubiga chiqishdan oldin Flergan qurolini oladi. U Emilining ovozini eshita boshlaganida u tomon shoshilib yura boshlaydi va Emili ham yugurib ketadi, chunki u Norani maxluqlardan biri deb o'ylaydi. Nora uning ustiga sakrab tushadi va uni tishlantirib, omon qolgani va sevgilisini saqlab qolgani uchun u bilan qanchalik faxrlanishini aytadi. Ular qo'rqinchli fikrlardan o'zlarini chalg'itib, yana yura boshlaganlarida ular birgalikda Liamni ham sudrab borishadi. Nora Emiliga Liamning eng yaxshi do'sti bo'lgan va g'oyib bo'lgan rafiqasi haqida gapirib beradi. Sho'ng'ish missiyasini u yolg'iz o'zi oldi. Shuning uchun u biror narsani o'zgartirishga ojizligini his qilishdan nafratlanadi. Nihoyat ular porlab turgan Royabuk stansiyasiga duch kelishadi. U yerga kirganda ular shiftda osilib uxlayotgan maxluqlarni ko'rishadi. Kostyum chiroqlarini o'chirgandan so'ng qizlar yashirincha o'tishga harakat qilishadi. Ammo Emilining kislorod signali jininglay boshlagach, ularning rejasi barbod bo'ladi. Maxluqlardan biri uyg'onib, Norani ushlab oladi. U Emiliga Liam bilan eshik tomon yugurishini aytadi. Maxluq Norani yuta boshlaydi. U Flergun quroli bilan uni ichkaridan otib ozod bo'ladi. Qolgan maxluqlar ham uyg'onishni boshlaydilar. Shuning uchun Nora ikkinchi o'qni tayyorlaydi, lekin juda ham katta maxluqni qirilayotganini payqaydi. Nora uzoqdan Flerganni otadi va unga yaqinlashayotgan maxluq qadimgi Stulhu ekanligini ko'radi. Otgandan so'ng u qochib ketadi, lekin Stulhu uning orqasiga tushadi va portlash sodir bo'ladi. Portlashda u uchib ketadi. Yaxshiyamki uni Emili qutqaradi va uni ushlab stansiya ichiga olib kiradi. Noraning kislorodi tugayapti, lekin dubulg'asi tiqilib qolgan. Shuning uchun Emili o't o'chirgichni olib dubulg'ani sindiradi. Keyin Nora nafas ola boshlaydi. Liamni kostyumidan chiqarishga yordam bergandan so'ng ularning nazorat xonasiga borishadi va ular derazadan Stulhu va uning maxluqlarini ko'rishadi. Nora kompyuterda stansiya xaritasini tekshiradi. So'ng ularni podstansiyaga olib boradi. Stansiyani asta-sekin suv bosmoqda va eshiklar favqulodda tizim yoqilganligi uchun qulflanmoqda. Biroq ular kelayotgan to'lqinlardan chetlab o'tib ketishadi. Ularni 3 ta podkast kutmoqda, lekin ulardan faqat ikkitasi ishlaydi va Nora bu haqda ularga aytmaydi. Ular Liamni birinchi podkastga qo'yib, quyoni bilan jo'natishadi. Keyin Emiliga navbat keladi, lekin u Noraning yolg'on aytganini bilib, ichkariga kirishdan bosh tortadi. Ularning vaqti tugab qolganligi uchun Nora Emiliga musht tushiradi va uni podkastga kirishga majbur qiladi va uni jo'natishdan oldin hammasi joyida bo'lishini aytadi. Nora o'z taqdiriga tan beradi, lekin u maxluqlar do'stlari orqasidan ketayotganini ko'rib, tashvishlana boshlaydi. U hayotining so'nggi daqiqalarida o'zini kuchsiz his qilishni xohlamay reja tuzadi. Emili gapini eslaydi. Stansiyalarda juda ko'p energiya to'plangan. Nora kompyuterdan Royabuk yadrosini haddan tashqari kuchli ishlata boshlaydi. Bu esa Stulhu va uning maxluqlarini o'ldiradigan katta portlashga olib keladi va do'stlari xavfsiz qochib ketishadi. Film esa bizga turli xil yangiliklar, maqolalar va hisobotlarni ko'rsatish bilan yakunlanadi. Ularda barcha ma'lumotlar maxfiy ekanligi va hech kimning tirik qolganlar bilan gaplashishi mumkin emasligi aytilgan. Barcha video tasvir yo'q qilingan va
Tian Industries hukumatining tergovida yordam berishni rad etadi, chunki ular qaytadan burg'ulash stansiyasi qurib, ishlarni davom ettirishni rejalashtirishgan. Film esa poyoniga yetdi. Filmni 0 dan 10 gacha baholang. Kino sizga yoqqan bo'lsa, like bosib kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Qo'ng'iroqchani bosib qo'ysangiz, bundan-da qiziqarli kinolarning sharhini o'tkazib yubormaysiz. Qanday janrdagi filmlarni ko'rmoqchi bo'lsangiz, albatta kommentarda yozib qoldiring. Xayr ko'rganda ko'rishguncha sog' va salomat bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling.